Hammaga salom bolalar, sizlar bilan bugungi videoda men Minecraftdagi turli xil lifehacklarni sizlarga o'rgataman. Tayyor bo'lsanglar videoni boshladim. Bolalar, birinchi o'rinda bizga Anvil kerak bo'ladi. Anvilga name tagni qo'yamiz. Va xuddi shunday qilib dinner bone, ya'ni ingliz tilida suyak ovqat. Xuddi shunday qilib yozamiz va name tagni olamiz. Любой bitta duchkay hayvonni ustiga qo'yamiz. Masalan, qo'y. U teskari bo'lib qoladi. Qanday ajoyib va g'alati logika. Endi esa quyonni oq-qora rangga o'zgartirish. Buni faqat quyonda ishlatish mumkin. Toast deb yozamiz va quyonni qo'yib, xuddi mana shunday qilamiz. U oq-qora rangda bo'lib qoladi. Endi esa qo'ylarni kamroq. Okey, da bolalar. Xuddi mana shu yerga jeb pastki chiziqcha qilamiz va name taglarni olib qo'yga qo'yamiz. Mana ko'rdilaring, lekin qo'yni junini olganlaringda uni rangi qanday bo'lsa shunday chiqadi. Ikkinchi lifehack. Sizlar o'ylaysizlar, albatta bloklarning orasida birorta blok bo'lmasa suv ekinga o'tmaydi. Yo'q. Albatta u havoda bo'lsa ham, hech qanday bloklarsiz ham suv ekinga o'tadi. Mana ishonmasangiz u havoda turibdi. Uchinchi lifehack. Xuddi shunday zombi yerda yotgandaqa qilishni xohlaysizmi? Unda videoga like bosing. Buni har qanday joyda qilishingiz mumkin. Zombini kallasini qo'yasiz va bu yerga ko'k gilamdan qo'yasiz. Bu yerga esa yashil. Bu juda ham o'xshaydi. Boshqa moblarda ham qilib ko'ring, balki o'xshar. To'rtinchi so'nggi lifehack. Xuddi mana shunday qilib to'siqlarni joylashtirib chiqing. Zombilar sizni qullayveradi, lekin bu yerga kira olmaydi. Siz esa bu yerga xotirjam o'ynab kulib kirib yurasiz. Bolalar, video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr.